Assalomu alaykum hurmatli Qaramurt qishloq ahli. Yangi yo'lda Jantay sport kecheni yonida uy sotiladi. Mana Jantay sport kecheni yonida kirganda shu ko'chada mana sport Jantay kecheni yonida ko'cha. Shu yerda 10 sotiqliq uy sotiladi. Aslan videorolik bilan tanishtiraman. Ko'rib tanishib chiqasizlar videorolik bilan. Assalomu alaykum hurmatli Qaramurt qishloq ahli, hurmatli Yangi yo'l Nizomobod ahli. Yangi yo'l Usta Xidir Jantay sport kecheniga kelayotganda mana shu mahalla, birinchi mahalla. Shu yerda mana shu uy sotiladi. 10 sotiq yerga joylashgan. Hamma yoqi zabor bilan o'ralgan. Mana darvoza qo'yilgan. Tanimaganlar uchun videorolik bilan tushuntiryapmiz. Mana yerda Zafar aka bor mana. Zafar akaning og'asi, süt oladan Zafar akaning og'asining uyi bor meshida. Süt yig'adigan Xalqin akamizning uyi mana meshida Zafar akalarning. Shu mahallada Jantay sport kecheni sport stadionining mahallasida, birinchi ko'chasida mana. Bu ko'chadan keyin stadion tanimaganlar uchun. Uyning razmeri 21 ga 15. Mana sizlarga tanishtiraman hozir uyni. Mana kiraverganda hovli. Bu yoq saroy uchun. Yerni oldirib, polni tuproq bilan to'ldirgan ekan. Saniq bo'lgan bilan ostini etlik yer tuproq bilan to'ldirgan. Bemalol огород qilsangizlar ham bo'ladi. Zabor bilan o'ralgan. 19 ga 6 saroy bor mana. Sigir mal boqaman deysangizlar, mana 19 ga 6 saroy bilan. 19 ga 6 saroy solingan. 18 ta mal bemalol siradi. Mal boqaman deysangizlar, bemalol 18 ta mal ketadi. Endi uyni tanishtiramiz. Uyda toza 6 xona bor, undan bo'lak kladovka, dushovoylarni qo'shmaganda toza 6 xona bor. Kladovka, dushovoy, katenilarni qo'shmaganda. Mana uyning ichini ko'rsatamiz hozir. Mana uyning ichi. Ko'rinishi. Mana kiraverish zalimiz. Перехожка, mana katta holimiz. Hol mana birinchi xona. Mana birinchi xona, spalni. Mana ikkinchi xonamiz mana. Bu mehmonxona. Polni mehmon kutadigan xona. Yana bit va koridorning davomi. Mana 3-xonamiz. Bunday remontdan chiqqan uy. Mana 4-xonamiz. Mana 4-xona. Mana 4-xona. Bu yerni ham detskiy. Mana kladovkamiz, mana kladovka. Mana bu yoqda kuxnya, oshxona. Mana kuxnya. Mana bu oshxonamizning keng kateni bilan dushovoy o'rnashgan aka. Qiziqqanlar bo'lsa, aslida telefon nomerini, egasining telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol xabarlashib, kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Qaramurt ovuli, Nizomobod yeldi mekeni. Bu yerda podvalim bor. Podval içinki svet, gaz, suv hammasi kirgan, ulangan. Suv, ichimlik suvi 24 ga 7 to'xtamaydi. Problema yo'q ichimlik suv. Mana uy oldi. Shunda joylashgan, zabor bilan o'ralgan mana. Mana o'tinxona hammasi bor. Uyni bari to'pli pol bilan ishlangan ekan. Uyni bari to'pli pol ulangan, tortilgan.
gaz kirgan, ichimlik suvi bor mana. İçimlik suvinin problemi yo'q. Su 24 yetti. Chiqadi suv. To'xtab qolish degan narsa yo'q suvni. Hovlida mana mevali ko'chatlar qo'zg'algan, xohlasanlar огородсаңызlar bo'ladi. Biroq asli tosh emas, turpak, tosh olinib turpak bilan to'ldirilgan. Uyni dokumentlari hammasi toza, ishonchli, kep bemalol ko'rib qovurasanızlar bo'ladi. Uyni dokumenti noviydan texpasportdan tortib hammasi bor ishlangan, noviy, ishonchli, kep bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Endi eng oxiri qiziq joyga kelganda uyning bahosi 40 million tanga. Kelishamiz deydi. 40 million deb qatalib qo'ygan joy yo'q, ozgina kami bor. Kep bemalol ko'rib tanishib chiqsanlar bo'ladi.